bosib turadigan bo'lsak, mana mashina dagiga urdi. Mana oldinga yuryapti, mashinaning ichida absolutni hech kim yo'q. Avtomobilda boshlang'ich necha pul bilan chiqishini ham aytib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, Jaydar Cars YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun sizlar bilan Dongfeng 2026 restyling komplekt dastalarini Max pozitsiyasi hamda Ultra pozitsiyasini farqlarini ko'rib chiqamiz. Videoda ko'rib turganingizdek, ikkala komplekt dastaning ham ranglari, diski hamma faralarigacha bir xil, lekin bularning farqlarini hozir video davomida ko'rib chiqamiz hamda narx-navolarini aytib o'tib ketamiz va oylik to'lovlari, boshlang'ich necha pul bilan chiqishlari uni videoning oxirida sizlar uchun eksklyuziv bo'lgan mashinani o'sha pult orqali oldinga orqaga yurg'izishlarini video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. O'ng tomonimizda turgan komplektatsiyasi ultra komplektatsiyasi hisoblanadi. Buni narxi videoni boshidan aytib o'tib ketaman. 417 million 880 ming so'm. Chap tomonimizda turgani 403 million so'm. O'rtadagi raziyasi taxminan 14 million 15 million atrofida bo'ladi. Ya'ni 14 million 15 million ko'proq to'lasangiz siz nima qo'shimcha qulaylik olasiz va undan sal kamroq to'laydigan bo'lsangiz nima ozgina kamchiliklar bo'ladi navorotida, shunisini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, avtomobillar oldilari bir xil, ya'ni faralari hamma mana shu logotip, emblema, parktronik datchiklarigacha bir xil. Ikkalasida ham old tomonda 6 ta, orqa tomonda 6 ta parktronik, ya'ni xavfsizlik sezuvchi datchiklar bo'ladi. Xo'p, kapotimiz ostida ikkala avtomobilda ham 1,5 litrli turbina match motor bo'ladi. O'zingiz uchun qiziqish uchun, misol uchun yozib ko'radigan bo'lsangiz ham match motor, nemetskiy motor hisoblanadi. O'sha Germaniyaning Match kompaniyasi bilan qo'shma korxona sifatida Dongfeng Yipay kategoriyasi Germaniya bilan qo'shma korxona hisoblanadi. Ya'ni Match kompaniyasi bilan birgalikda ishlab chiqazadi. Xo'p, bunda turgan motor, ya'ni kapot tagidagi motor основной batareykasini zaryadini to'ldirishga ishlab beradi. Ya'ni mashina 100% elektrda harakatlanadi. Mashinada yurayotgan paytingiz batareyka sarflagan zaryadini DVS motor benzin yoqqanda generator ishlatib, generator orqali batareykaga zaryad beradi. Bu parallelniy gibrid hisoblanmaydi. Bu plug-in gibrid hisoblanadi. O'zi ikki xil gibrid bor, HV hamda plug-in gibrid. Bu plug-in gibrid kategoriyasiga kiradi. Ya'ni DVS motor reduktorga ulanmagan, faqat batareyaning zaryadini to'ldirish uchun ishlaydi. Rasxodi ikkala avtomobilda ham bir xil, ot kuchlari ham bir xil. Ikkala avtomobilda rasxodiga keladigan bo'lsa, 5.6 litrdan 5, 5.6 hamda 6 litrgacha rasxod qiladi. Xo'p, farqlarini aytadigan bo'lsak, bu yerda mana o'sha krilo qismida kamera qo'shilgan. Undan tashqari bu tomonda yana bu yoqda 360 ga ishlab beradigan kamera qo'shilgan. Bu qo'shilgan kameralarning vazifasi nima deydigan bo'lishsa, mana bu tomonda turgan kamerasi bu основной mashinaning avtoparkovkasiga ishlab beradi. Ya'ni bunda ham avtoparkovka bor, lekin bundagi avtoparkovkaning farqi avtoparkovkasini o'zini pamiti bor. Pamitiga qo'yadigan bo'lsanglar, adashmasam o'sha yo 10 yo 15 metr radiusdagi oralig'iga o'zi kirib mashina parkovka qila oladi. Ya'ni o'zini parkovka saqlaneniyasi bor. Bu tomondagisi bo'ladigan bo'lsa, mashinani adaptivniy cruise kontrolga qo'ygan paytingiz, ya'ni mashina polosada yurganingizda harakatlanayotgan paytida mashinada misol uchun siz ko'zingiz ketib qoladigan bo'lsa yo uxlab qoladigan bo'lsangiz, mashinani chetga olish uchun xavfsizlik uchun ishlab beradigan kamera hisoblanadi. Bu qulaylik uchun bo'lsa, bu xavfsizlik uchun ishlab beradigan kamera hisoblanadi. Mashina meni uxlab qolganimni tashqarida mana kuzov qismida turgan kamera qayerdan biladi deydigan bo'lsangiz, buni ham bitta farqini aytib o'tib ketaman. Sababi buni mana ichki tomonida Face ID si bor. Face ID sizni mana haydayotgan paytingiz yuzingizda ko'rib turadi. Ichki salon interyerlari bir xil bo'ladi, ya'ni mana hozir ko'rib ikkalasi ham bir xil qora rangda. Buni oq, undan tashqari o'sha oranjiy rangidan ham keladi. Salon rangi 3 xil: qora, oranjiy, undan tashqari oq rangda keladi. Multimediyasi o'zgarish bo'lgan, multimediyasiga Snapdragon chip qo'yilgan. Razmeri o'zgarmagan, ikkalasida ham 15.6 dyuym bo'ladi. Snapdragon chip qo'yilgan. U nima deydigan bo'lishsa, Snapdragon chip основной Android telefonlarning flagman segmentida bo'ladi. Ya'ni o'sha Samsung Note seriyalari, Samsung S seriyalari hamda o'sha Redmi'ning flagman telefonlarida o'shanaqa chip bo'ladi. U protsessor chip, ya'ni ekranni plavniyroq, yana ham tezroq ishlashiga sababchi bo'ladi. Bundan oldingi 2025 komplektatsiyasida Snapdragon chip bo'lmagan. U oldingi eski komplektatsiyasiga qaraganda bu multimedia qismi 2 barobar tezroq ishlaydi. Undan tashqari multimedia qismi yana ham ingichkalashgan. Oldingisiga nisbatan oldingisi bundan sal qalinroq bo'lardi.
Xo'p, ichki salonlarda 4 tala o'rindig'ida ham isitish, sovutish bor. Беспроводной zaryadkasi 50 vattgacha bo'ladi. Buni eng zo'r tomoni ikkinchi qator komfort hisoblanadi. Ya'ni ikkinchi qator komfortga keladigan bo'lsa, o'zini xolodilniklari, bu yoqda mana o'zini televizorlari bor. Bu yoq tomon o'rindig'ida atamankasi bor. Bu ultra komplektatsiyasi ikkita oldi o'rindig'ida massaj bo'ladi. Bu yoq chap tomonimizda turgan komplektatsiyasida bitta bu yoq tomon sidenasida massaj bo'lsa, ultra komplektatsiyasida ikkita oldi o'rindig'ida massaji bo'ladi. 4 tala sidena isitadi, sovutadi. Bu yoqda podlokonnik, podstakannik hamma narsalari bor. Undan tashqari IBM podsvetkalari, o'zingizlarning настроениyalarga qarab o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Eshik ochilishlari 2025 Max komplektatsiyasida bu yoqda ruchkali ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, bunda knopkali ko'rinishda bo'ladi. Основной farqi shu massaji, kamerasi, avtoparkovkasi o'sha ishlab berishlari, undan tashqari Face ID'larda razniца qiladi. Qolgan tomonlama bir xil, ikkalasining ham uzunligi 5 metr 2 sm bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari avtomobilni bak hajmi necha litr bo'ladi deydiganlar uchun bak hajmi 51 litr bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil 34 kilovatli batareyaga turibdi. Bu CLC bo'yicha 210 km beradi. Ya'ni bu CLC Xitoy yo'llari uchun, lekin WZ ya'ni bizani yo'llar uchun ikkala avtomobil ham chista tokka o'zida 150 km yuradi. Ya'ni zaryadini 100% to'ldiradigan bo'lsa, ikkala avtomobilni ham zaryad 100% to'lganda 150 km yurib beryapti. O'zbekiston sharoitida, real sharoitda yurayotgani. Lekin zavod berayotgani 210 km beryapti. 210 km bizda yurmaydi. Общий zapas xodi 1210 berilgan, ya'ni o'sha 100% полный bak benzin undan tashqari 100% zaryadda 1210 berilgan, lekin real sharoitda 950 dan 1050 gacha yuradi. U sizlarni gaz bosishligiga yoki o'sha komfort, misol konditsioner pechkalaridan foydalanishingiga qarab o'zgarib turadi. Xo'p, основной hamma narsalarni aytdik. Undan tashqari ikkala avtomobilda boshlang'ich necha pul bilan chiqishini ham aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bu yoq tomonda, ya'ni o'ng tomonimizda turgan avtomobil ultra komplektatsiyasi boshlang'ich 126 million atrofida to'lov qilib olib chiqsanglar bo'ladi. Oliy to'lov 9 million 500 atrofida tushadi. Bu ikkala avtomobilni naqd yoki avtokredit usulida xarid qilishingiz mumkin. Bu yoq tomonda, chap tomonda turgan Max komplektatsiyasi boshiga где-то 122 millionlar bilan chiqadi. Oliy to'lov 9 million 200 atrofida tushadi. Buning uchun nimalar kerak bo'ladi deydigan bo'lsa, kredit istoriya avvalambor toza bo'lishi kerak bo'ladi. Undan tashqari ayolligisi hamda ZAGS qog'oz kerak bo'ladi. Agar uylanmagan yoki erga tegmagan bo'lsa, yagona darcha orqali o'sha uylanmaganlik, erga tegmaganlik haqida guvohnomasi kerak bo'ladi. Ya'ni bankka kerak bo'ladigan dokumentlar. Undan tashqari buni yana bitta zo'r funksiyasi bor. O'sha funksiyasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashina qulf turgan holatda mana pultida ko'rish mumkin. Mana bu yoqda o'sha parkovkaning anaqasi bor. Uni bosib turamiz. Bakoylari ochildi, lekin eshik ochish uchun kuzovdan ruchka chiqmadi. Mana avarinkalar yondi. Shu vaziyatda mana bu yoqda yopish knopkasini bosib turadigan bo'lsak, ujum mana mashina dagiga urdi. Ujum mana oldinga yuryapti, mashinaning ichida absolutni hech kim yo'q. Agar oldida odam turadigan bo'lsa, mashina avtomatik to'xtaydi. Agar orqaga yurg'izaman deysa, mana bu mashinani ochadiganni bosishsa, mashina R ga uradi, ya'ni orqaga harakatlanishi mumkin. Shu va shunga o'xshash avtomobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, bizning manzil Sergeli 2 mavzesi metro Chinor bekatining yonidagi Avtocenter avtosaloni. Usti boshqacha ranglari, ya'ni oq, qora ranglardan ham maksimalni top berishga harakat qilamiz. Shu va shunga o'xshash obzorlarni ko'rish uchun kanalga подписаться tugmasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa, bundan ham zo'r avtomobillarni, bundan ham yangi kelayotgan avtomobillarni obzorlarini qo'yib boramiz.